Ha, hozir insoniyat tarixining eng boshiga, hamma narsa boshlangan lahzaga qaytamiz. Cheksiz dengizlar, yastanib yotgan quruqliklar, yuksalgan tog'lar va ularni o'rab turgan keng osmon. Olam butun go'zalligi bilan nuqsonsiz edi. Yer shakllantirildi va bir tartib o'rnatildi. Ha, dunyo tayyor edi va endi u o'z xalifasini kutardi. Ushbu kutish asnosida Alloh farishtalarga ikki olamni ko'rsatdi. Rahmat bilan to'la jannatni va olov bilan to'la do'zaxni. Farishtalar bu ikki olamni ko'rganlarida ehtimol o'zlariga shunday savol berishgan: bu ikki manzil kimlar uchun tayyorlangan? Bunday yo'lning mas'uliyatini kim o'z zimmasiga oladi? So'ngra barcha savollariga javob tariqasida Allohning buyrug'i keldi. Men yer yuzida bir xalifa, bir vakilimni yaratmoqchiman. Farishtalar bu yangi mavjudot yer yuzida tartibsizlik keltirib chiqarishdan xavotir olib so'radilar: biz senga hamdu sano aytib, seni muqaddas deb ulug'lab turganimizda, u yerda buzg'unchilik qiladigan va qon to'kadigan kimsani yaratasanmi? Alloh esa javob berdi: men siz bilmaganni bilaman. Bu javob hali noma'lum bo'lgan qimmatli bir sirga ishora edi. Bu yangi mavjudot farishtalar kabi nuqsonsiz va gunohsiz bo'lmasdi. U unutar, qoqilar, balki qayta va qayta xato qilar. Lekin pushaymonlik va tavba orqali hatto farishtalar ham hayratda qoladigan darajalarga ko'tarila olardi. Shunday qilib buyuk sayohat boshlandi. Alloh odamni butun yer yuzidan olingan bir siqim tuproqdan yaratdi. Shuning uchun odam bolalari yerga muvofiq bo'ldilar. Ba'zilari qizil, oq, qora va aralash. Undan tashqari muloyim va qo'pol, yomon va yaxshi. Farishtaga buyruq keldi va u yer yuziga tushdi. U har rangdagi, har xil tarkibdagi va turli hidli tuproqlarni to'pladi. Hammasini bir joyga jamladi. Odamning asosi shu tarzda tayyorlandi. Insoniyat hikoyasi mana shu turli tuproqlarning xususiyatlari bilan boshlandi. Qur'onda aytilganidek, u zot uni tuproqdan yaratib, so'ngra unga bo'l dedi va u bo'ldi. Shakl berilgan tana jim va harakatsiz holda kutardi. Vaqt soati kelganda esa Alloh unga o'z ruhidan pufladi. Odamning qovoqlari sekin-asta ochildi. Odam alayhissalom o'z ko'zlarini ilk bor ochganlarida qarshisida jannat manzarasi namoyon